Amerikada Ramazon oyi ham tugadi. Bugun esa Hayit kunimiz qanday o'tganini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ko'pchilik chet elda musulmon bo'lmagan davlatda yashasam, bayramlarda O'zbekistondagidek kayfiyatni topish qiyin bo'ladi deb o'ylashadi. Lekin bayramni o'zimiz uchun chin dildan tashkil qilsak, uning shukuhi ham boshqacha bo'lar ekan. Kun ham ertalab hamma oilaviy, yangi, chiroyli kiyimlarimizni kiyib, bir-birimizga tabriklar aytib, quchoqlashib bayramni boshladik. Erkaklarimiz Nyu-Jersidagi katta masjidga Hayit namoziga ketishdi. Ayollar esa dasturxon bezash bilan mashg'ul bo'ldi. Bolaligimda bayramning eng yoqimli qismi yangi kiyimlar kiyish va sovg'alar berish edi. Amerikada ham bu an'anani davom ettirishga harakat qilamiz. Bayram namozidan keyin hammamiz yig'ilib, bir-birimizga hadyalar berdik. Turk qaynonamning uyida katta oilaviy dasturxon tuzib, birgalikda nonushta qildik. Turklarning an'anasi bo'yicha kattalarning qo'lini o'pib, duolar oldik. Albatta, hayitliklar ham yig'ildi. Bayram nonushtasidan keyin esa jiyanlarim bilan arab qahvaxonasiga yo'l oldik. Bir oy davomida kofeni juda ham sog'inganimni jiyanlarim ham bilgan ekan. Menga bugun aynan kofe sovg'a qilishdi. Keyin esa kunimizni davom ettirib Nyu-Jersida bo'ladigan katta musulmonlar festivaliga bordik. Bu yerda turli xil o'yinlar, dasturlar va tadbirlar bilan chinakam bayram kayfiyatini his qildik. Festivaldan qaytgach, onajonimning samarqandcha palovi bilan kunimizni nihoyasiga yetkazdik. Shunday ekan, chet elda oilangiz, yaqinlaringiz yoningizda bo'lsa, bayramlar aslida O'zbekistondagidek shukuhli va iliq bo'lar ekan. Siz Hayitni qanday nishonlaysiz? Oilangizda qanday an'analar bor? Izohlarda yozib qoldiring.